Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Real Vinicius bilan shartnomani uzaytirishga kelishib oldi. Madridning Real jamoasi hujumchi Vinicius Junior futbolchining shartnomasini uzaytirish masalasiga aniqlik kiritish uchun rasmiy uchrashuv belgiladi. Bu haqda ijtimoiy tarmoqdagi Madrid Zone sahifasi xabar berdi. Avvalroq Vinicius klubni tark etishi mumkinligi haqidagi ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Bunday mish-mishlarga asosiy sabab sifatida uning jamoadoshi hujumchi Kylian Mbappe bilan munosabatlardagi taranglik tilga olingan edi. Vinicius 2018-yildan buyon Real tizimida harakat qilmoqda. O'tgan mavsumda u barcha musobaqalar doirasida 53 ta o'yinda maydonga tushib, 22 ta gol urdi, 14 ta golli pas berdi. Transfermarkt portali bahosiga ko'ra futbolchining transfer qiymati 140 million yevroni tashkil etadi. Uning amaldagi shartnomasi 2027-yil 30-iyuniga qadar mo'ljallangan. Kim olsa olaversin, Manchester City Enzo Fernandesdan yuz o'girdi. Taniqli insider Fabrizio Romano Manchester City mutasaddilari Chelsea yetakchisi Enzo Fernandes bilan muzokaralar olib borilayotgani haqidagi xabarni rad etdi. Uning so'zlariga ko'ra, Real bilan ehtimoliy kelishuv amalga oshmagandan keyin ham Manchester City rahbariyati argentinalik yarim himoyachi bilan hech qanday muzokara o'tkazmayapti. Romano ta'kidlashicha, Fernandesning kelajagi jahon chempionati yakunlangandan keyin muhokama qilinadi. 25 yoshli futbolchi 2023-yilda Benficadan Chelseaga 121 million yevro evaziga o'tgan edi. Uning shartnomasi 2032-yilgacha amal qiladi. O'tgan mavsumda Fernandes 54 ta o'yinda 15 ta gol va 7 ta golli uzatma qayd etgan. Jurnalistlar Real Olisega qanday shartlar taklif qilishni bilib olishdi. Real yaqin orada Bavariya va Fransiya terma jamoasining 24 yoshli yarim himoyachisi Michael Olisega shaxsiy shartnoma shartlarini yuboradi. Bu haqida Football Insider Miguel Serrano xabar bermoqda. Jurnalistning ma'lumotlariga ko'ra, qaymoq ranglilar Olise bilan 6 yillik shartnoma imzolashni rejalashtirmoqda. Kelishuv shartlariga ko'ra, fransiyalik futbolchining klubdagi boshlang'ich maoshi yiliga 10 million yevroni tashkil qiladi. Shartnoma yakuniga borib esa bu maosh yiliga 20 million yevrogacha ko'tariladi. Ma'lumot uchun Olise 2024-yilda Crystal Palace'dan Bavariyaga o'tgan edi. Ortda qolgan mavsumda u myunxenliklar tarkibida 52 ta o'yinda maydonga tushib, 22 ta gol urdi va 27 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Jasur Yaxshiboyev: maqsadim yana avvalgi darajamga qaytish. Toshkentning Lokomotiv jamoasi Superligaga qizg'in ruhda taraddud ko'rmoqda. Temir yo'lchilar yozgi transfer oynasida Jasur Yaxshiboyev bilan shartnoma imzoladi. Aslida futbolchi qishdayoq Loko a'zosiga aylangan edi. Keyin esa Qozog'istonga yo'l oldi. Biz bu borada Yaxshiboyevning fikrlariga quloq tutdik. Lokomotiv safidasiz. Orada qandaydir tushunmovchiliklar bo'ldi. Hozir barchasi joyidami? Mana shu jarayon haqida biroz to'xtalib o'tsangiz. Aslida nima bo'ldi? Endi bilmadim. Qozog'istondan taklif tushgandi. U yerda ozgina kelishmovchilik bo'ldi. Klubga transfer oynasini yopib qo'yishdi. Shuning uchun u yerda shartnoma tuza olmadim. Shu holat. Lokomotiv bilan O'zbekiston chempionatining mavsum qolgan qismiga tayyorgarlik qanday ketyapti? Tayyorgarlik yaxshi, kayfiyatlar ham a'lo. Sekin-sekin o'yinlar orqali birinchi navbatda o'zimni formaga keltirishga harakat qilyapman. Jamoada yigitlar yaxshi, hamma harakat qilyapti. Barchasi o'ylaganimizdek. Orazi juda ajoyib formaga kirgan edingiz, o'zingizni ko'rsatgandingiz va shundan so'ng qandaydir pasayish bo'ldi. Keyingi maqsadlaringiz yana o'sha cho'qqingizga qaytish, terma jamoadan taklif olish, rejalaringizdan o'rin olganmi? Xudo xohlasa niyat bor. Bunga o'ziga yarasha sabablar bo'ldi. Endi kelajakda Xudo xohlasa harakat qilamiz. O'yinlar orqali o'zimni ko'rsatib, milliy terma jamoaga qaytish niyatim bor. Toshkent derbisidan nimalar kutyapsiz? Paxtakor sobiq jamoa hozir bizdan juda qiziqarli va kuchli o'yin kutyapti. Paxtakor ayni vaqtda juda yaxshi formada. Tarkibi ham O'zbekistonning eng kuchlilaridan biri. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Infantino jahon chempionati ishtirokchilarini 64 tagacha kengaytirish masalasini ko'rib chiqadi. FIFA prezidenti Gianni Infantino jahon chempionati ishtirokchilar sonini 64 tagacha oshirish ehtimoli haqida fikr bildirdi. Jahon chempionati 64 ta jamoagacha kengaytirishmi? Bu masala albatta joriy jahon chempionatidan so'ng tegishli qo'mitalarda ko'rib chiqiladi va muhokama qilinadi. Turnir faqat Yevropa va Janubiy Amerika uchun emas, butun dunyo uchun o'tkazilishi muhim. Har bir mamlakat jahon chempionatida ishtirok etish orzusi bilan yashashi kerak. Biz butun dunyoda futbol darajasining doimiy ravishda o'sib borayotganini ko'ryapmiz. Infantinoning so'zlaridan iqtibos keltiradi Blue Win. 2026-yilgi jahon chempionati final bosqichida 48 ta terma jamoa ishtirok etmoqda.
Avvalroq mundiallarda 33 ta terma jamoa qatnashgan edi. Atletico Alvaresni qanchaga sotishga tayyorligini ma'lum qildi. Ma'lumot uchun Julian Alvaresga ma'lum miqdorda pul taklif qilinsa Atleticoni tark etadi. Jurnalist Ekrem Kundurning so'zlariga ko'ra, matraschilar Alvaresni 150 million yevroga baholamoqda. Ko'p futbolchini sotishdan manfaatdor emas. Shuning uchun hujumchi poytaxt jamoasiga foydali taklif tushmaguncha qoladi. Barselona hali ham Alvaresni sotib olishga qiziqish bildirilayotgani haqida xabarlar bor. Ammo agar futbolchi Atleticoga ultimatum qo'yishga tayyor bo'lmasa, kelishuvga erishish ehtimoli kam deb hisoblanadi. 26 yoshli Alvares hozirda Argentina milliy terma jamoasi bilan 2026-yilgi jahon chempionati uchun kurashmoqda. U joriy turnirda 6 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol urdi. Marmush Manchester City'dan APLning boshqa klubiga o'tishi mumkin. Manchester City hujumchisi Omar Marmush Newcastle va Tottenham klublarining qiziqishlari doirasiga tushdi. Bu haqida Team Talk nashri xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, futbolchining yaqin vaqt ichida o'z kelajagi borasida Manchester City rahbariyati bilan muzokaralar o'tkazishni rejalashtirmoqda. Hujumchining ketish haqidagi qaror qabul qilishdan oldin yangi bosh murabbiy Enzo Marescaning pozitsiyasini bilib olmoqchi. Agar Maresca Marmushning xizmatlariga qiziqish bildirsa, misrlik futbolchi jamoada qolib, asosiy tarkib uchun kurashishga tayyor. Manchester City Marmushni o'tgan yilda sotib olgandi. O'shandan beri u barcha musobaqalar doirasida 36 uchrashuvda maydonga tushib, 8 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ferran Torres PSG bilan necha yillik shartnoma imzolashi ma'lum. Barselona hujumchisi Ferran Torres PSJga o'tishga yaqin. Bu haqida Insider Nico Skira xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, hujumchi parijliklar bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olgan. Bitim 2031-yilning yoziga qadar imzolanadi. Endi PSG futbolchining transferi bo'yicha Barselonaga rasmiy taklif yuboradi. Torres APL klublarini emas, PSJni tanlashga qaror qildi. Fabio Cannavaro O'zbekiston milliy terma jamoasini Osiyo Kubogida tayyorlaydi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro o'z lavozimida qolishi 100% ga hal bo'ldi. Football Time kanali ma'lumotlariga ko'ra, italiyalik mutaxassis jamoa bilan ishlashda davom etadi va bosh murabbiy jamoani navbatdagi yirik musobaqa Osiyo Kubogiga olib boradi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyati Cannavaroning ishiga to'liq ishonch bildirgan. Jahon chempionatidagi ishtirokdan so'ng murabbiy oldiga Saudiya Arabistoni mezbonlik qiladigan 2027-yilgi Osiyo Kubogida yuqori natijalar qayd etish, xususan chempionlik uchun kurashish vazifasi qo'yilmoqda. Shu tariqa Don Fabio yaqin vaqt ichida terma jamoaning yangi yig'inlarini rejalashtirishi va qit'a birinchiligiga tayyorgarlikning yangi bosqichini boshlab yuborishi kutilmoqda. Murabbiylar shtabi asosiy e'tiborni tarkibni yanada shakllantirish va qit'a turnirida muvaffaqiyatli qatnashishga qaratiladi.